Assalomu alaykum, kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli aziz vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Sputnikda, Urganchda Sputnikda joylashgan 2 qavatli 160 kvadrat metr bo'lgan proyektda o'zgacha solingan hovli joyimiz bilan tanishib o'tamiz. Elde bir 12-13 metrlar bor, bu yoqda parkovka mestalari yana ko'rib turgansiz, fasadlari suvoq holatida, alifalar ham qilingan, tarnovlar ham o'rnatilgan. Bunun teyinde dimog'u joylar ham ba'zida havo aylanishi uchun bu yerda kichkina zilonli zona joylar ham bor, seshga bo'lgan. Kanalizatsiyalarni ko'chaga chiqqan. Bizda hovli joyimizda 3 tarafdan girib chiqish uchun quvvatlari bor. Zaldan, oshxonadan, keyin bu yoqdan asosiy dalon tarafdan. Yurtgansiz chiroyli qilib balkon ham qo'yib ketganlar, balasinalar o'rnatilgan. Beni xalazani chiroyli qilib bir naves qilib qo'ysanizlar, mashin orqaga duraveradi azizlar. Bular ham seshkadan chiqib turibdi. Dokument 100% tayyor, dokumentidan muammosi yo'q. Marhaba vatandoshlar, videomizning oxirida aytib o'tamiz. Yetkazsa hech qismi bilan tanishib o'tamiz. Bismillah, hovlimizdan girib keldik. Ich qismina girgandan ajoyib katta dalon, yana bir 360, uzinasi 7,5-8 metrlar tushgan, oyoq teglari pol, laklangan. O'ng tarafimizda birinchi spalni, keyin oshxonasi, keyin to'rda o'ng tarafda zal qismi joylashgan. Doğrumuzda esa sanuzel bo'ladi, yuvishxona, hojatxonasi ikkisi bir yerda. Lesinsamizga ko'rib turgansiz, yog'och lesinsalardan chiroyli qilib o'tib qo'ydilar, laqlab. Lesinsan tenda mesta bor, menda juda qo'yish uchun. Qoldirib ketadi. Hazda bu yerda podvallarga ko'rib turgansiz, lyuk ham qo'yilgan, aynalari panoramli aynalardan. Girgandan o'ng tarafimizda bu yerda rakoinga akkuratni, обычный chiroyli oxirisidan qo'yilgan, kafellar ham qilingan. Bu yerda yana elektrika avtomatlari o'rnatilgan. Bu yerda bilasizlar, hazlar gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Aytib o'tganimizdek, Sputnikda joylashgan, hurmatli vatandoshlar, 2 qavatli 160 kvadrat metrda joylashgan xonadonimiz. Tayyor, bir aboy ekamiz, to'g'ri girib yashayverasizlar. Xalasanizlar aboy qilib berib, keyin girsangizlar ham bo'ladi o'zlashtirib. Dokumentidan muammosi yo'q. Birinchi spalnimizdan boshlaymiz. Eshiklarni ko'rib turgansiz, yaxshi ishlardan qo'yilgan, sifatli haytega ishlardan nal eshiklar ham qo'yilgan. Radiatorlar ham yaxshi sifatlilarni o'rnatganlar. Hech bir narsa pulni oyamaganlar. Birimiz 384 razmerda, devorlar shpakulopkadan chiqib turibdi. Patologlarimiz natijali o'rtalar, chetlari gipsokardon bilan qoplangan. Aynalar panoramli ayna ko'rib turgansiz, patagonniklari bor, radiatorlar ham qo'yilgan. Ayaklar birdan polini, podvalına ega her bir yerde lyuk qo'yganlar. O'zbek xalqi uchun bilasizlar, podval kerak. Обязательно. Lesinsamiz teni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, lesinsamiz teyi odam bo'yli podvalcha qilingan. Yandan qo'yib kelsangizlar ham bir eshik qo'ysanizlar, akkuratli bo'lib turaveradi. Bu tarafimizda oshxona qismi bo'ladi. Bu yerdan eshiklari haytega ishlardan, nal eshiklar o'rnatilgan. Oshxonamiz ham o'rtacha kattalikda tushgan, podvalına ega, отопление demir kotyollar bu yerda qo'yilgan. Farqlar qilingan. Bu yerda esa kondensatsiya, issiq suv, so'q suv to'sha gap turibdi. Berimizda gaz to'shkalarining, parkovishning mestalari, mashina qo'yadigan mestasi, aynasi, eshigi. Plastik ramlardan hovli joyimizda azizlar 3 tarafdan xoti bor girib chiqish uchun. Bu yerda zaldan, keyin oshxonadan asosiy eshik keyin dalondan kirib chiqadi. Podval va oyoq teglari pol, dokument 100% tayyor, narx ham ajoyib arzon narxda. Vatandoshlar, sanuzelimizga to'xtalib o'tsak, keyin sanuzelimiz oyoq teglari, devorlar, polni kafel. Karnizlar qisilgan, patologlar natijali, galogellari bor, arisollar ham qo'yilgan. Bu yerda radiatorlar ham ko'rib turgansiz, 8 tane qo'yganlar. Kichkina bir sanuzelimizda 8 tane qo'rg'asini qo'yganlar. Rakoina, vanna, unitaz hammasi qo'yilgan. Tayyor. Ishga tushib turibdi hammasi. Bu tarafimizda sanuzeldan chiqqandan chap tarafda zal qismi joylashgan. Beni razmeri yana 370, uzinasi 725 razmerda tushgan. Katta zal, polni to'y tashkillardan mehmon so'mmoqqa bo'ladi. Udobniy, kichkina emas. Başka hovli joylangan 6 metr emas. Azizlar, shu vajdan e'tibor qilinglar, ham proyektdan o'zgacha. Bu yerda radiatorlar ham yaxshisidan, qo'rg'alarini bir 20 dona qo'yganlar, shu zolimizni o'zini. Razvedka joylari bor, patologlarimiz natijali, chetlari gipsokardon bilan qoplangan, shpakulopkadan chiqib turibdi. Azizlar, har bir narsadan e'tibor qilishingizni so'raymiz. Videomizni to'liq ko'rib
Keyin qo'ng'iroq qilingizda hamma ma'lumotga ega bo'lib, dokument 100% xom pishgan kirishdan solingan. Parkovочный месталар bayna mashin qo'yadigan. Hamma udobsalar qilingan. Ko'cha va vodoprodlar ham chiqqan. Pastda bir zal, bir spalnisi bor. Sizlar yuqorida 2 spalni, bir zali bor. Общий 5 xona, 2 dolani bor. Proyektdan o'zgacha. Proyektda iminni meni o'zimga yoqdi. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar, sizlar ham yoqadi degan umiddamiz. Birimiz shu dolonning usti dolon, ya'ni shu 360lar bor, uzunasi 7,5-8 metrlarda tushgan. Bir de 2 spalni keyin zal qismi, sanuzeli bor, 2 sanuzeli bor. Hurmatli obunachilar, hamma udobsalar qilingan. Aynalar ham katta aynalardan qo'yilgan. Laminatlar ham yaxshi simdan yarilgan. Birinchi etaj plita, ikkinchi etaj esa og'och bilan bosilgan. Vatandoshlar, bir yandan boramiz, sanuzelni ko'rsatib o'tamiz boshlayning eshiklari. Haytik eshik. Sanuzellar ham kafel, devorlar ham kafel, patologlar natijoy, unitaz, rakovina qo'yilgan, bu yerda dushovoy qilingan ekan. Xasan shishadan dushovoy kabina qilib bersangizlar ham bo'ladi. Akkuratni bo'lib turadi. Radiatorlari bor. Bu tarafimiz zal qismi shu pastdagi zalning usti 370 en, uzunasi 725 razmerda tushgan. Bu tarafimizda balkon qismi ham bor. Balasinalar o'rnatilgan. Oyoqtilarning steshga bo'lgan, hurmatli obunachilar, balkonimizni bir ajoyib bir did bilan chiroyli qilib qurgan quruvchisan. Bu zalimiz, bu yanda oshxonamizning usti kichkina bir spalnicha, детский spalni bo'ladi. Bu yerimiz radiatorlar, podogoniyalar bo'lgan, aynalar plastiklardan, bedrashtining baklar, karnizlar qisilgan, patologlarimiz gipsokardon bilan qoplangan. Laminatlar ham yaxshi sinlaydigan, ham plyuslar ham o'rnatilgan. Eshiklarimiz hammasi high-tech eshiklardan. Bu oxirgi xonamiz, ya'ni 5-xonasi, bu kattalar uchun spalni 380 4 razmerda tushgan. Patologlar gipsokardon bilan qoplangan, radiatorlari bor, aynalar plastik ramlardan, ham podogonliklar qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, narxini e'tibor qilingan, narxi 700 million so'm. 160 kvadrat metr. 160 kvadrat metrda joylashgan. Mashin qo'yadigan mestalari bor. Hurmatli obunachilar, Shifokropkadan chiqib turibdi. Xalasangiz bir ob'y qilib bersangizlarmi, xalasan shu shundan berib yashasam bo'ladi. Hech tomosidan muammosi yo'q. Gaz, svez, suv. Yon atrofida bog'cha, maktablar ham bor. Saharlarga yurib chiqsangiz, hokim ko'cha ham yaqin. 2 qavatli hovli joy. Narxini yana bir eslatib o'tamiz, 700 million so'm. Kelishlardan yeri bor. Kelasizlar, pryamoy mulkiyatini yandan olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olishingiz mumkin. Kanallarimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, podpисчик qilib tursangiz, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon naftaga xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha deb qolamiz.